20 yo'q, men so'rabchi. Qancha yurdi? Qancha yurgan ko'ring. 18 mingmi? 18 ming. 1800 mi? 1800 bo'lsa kerak. 2000 deyman. 200 kilometr kam 2 ana. Qo'lni bering qani. Naqd 80 naqd akaman shu. 80 million naqd beraman. Necha pul bo'lsa bera olasiz? 80. Aka. Ochig'ini aytaymi? Ochig'ini ayting, yopig'ini aytmang. 90 dan baland bo'lsa beraman. Undan ag'a yo'q. To'g'risi-da. Metan qo'yilganini olasizmi 90 ga 25? Tayyorini. Agar olmoqchi bo'lganimda motor olib kelsa. Ya menga 90 ga tayyor bor. Sizlar 90 dan o'tsa men 2000 yurgan benzinligini beraman deyapsizlar. Sal insofsizlar-da. Men o'zimdan ham baland narxga ola olmayman-da. O'zimga sotish narximdan ham baland narx. Qanday olaman? Sizda ko'rib Joni sog' bo'lsin. Mayli aka 90 million deylik ham shuni, misol. Ha? 90 million o'zi deylik, Instagramga qo'yib beraman siznikini ham mayli. 2000 yurgan 25 damas. Bo'ladimi? Telefon qilishadi sizga. Men $100, $200 ga ham qo'ymayman. Pulga qo'yib bering deb kelasiz, lekin men bepul qo'yib beraman deyman. Qo'yib beraymi? Ha? Telefon nima deysiz? Instagramga qo'yaman deyaptilar, telefon raqamingizni aytasiz? Ha, tushuntirishlik. dan baland bo'lsa beraman dedi. Men aytdim. Endi bilan rasrochkasi turibdi-da, shuning uchun ham hozir 26 olgan, yaxshisi 96,5 millionga. Bo'lib o'zini pulini to'laydi. 26 bo'lib chiqadi, 25. Hozir men shuni ham 90 deganman. Ayting nomeringizni. Nomerda aytsin. 93lik 93lik 830 830 00 00 84. 84. Telefonga hushyor urib qo'yinglar, telefon qilishadi agar kimgadir muhim bo'lsa shunaqa. Qarang, u 23 nima bo'ladi? U